Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun Dilshod boy yonlariga keldik. Sotiladigan Jiyron qashqatoylari bor ekan. Hozir ma'lumotlarni o'zlaridan olamiz. Ikkita oyog'i oq. Jiyron qashqa. Ma'lumotlarni bering, buni yoshi nechida, zoti qanaqa buni? Buni ham yoshi 2 ga to'layotgan. 2 ga? Aha. Qachon to'ladi? Ko'klamda. 2 ga to'ladi. Tishini ko'rsatadimi? Mana tishi. Bo'ldi. Aha. 2 ga to'ladi, xudo xolasa. To'ladi. Zoti bu ham toza qora bayirlar. Qora bayirlardan. Endi uyi 50 dan baland. Endi o'lchagam yo'qda, o'lchagamda ham aniq bir narsa dirdi. Lekin 50 dan baland, ha? 50 dan baland, ha. Qora 50 dan baland. Endi bu 1-2 santimetr balandda 50 plus. 50 plus. Orqalari, mana orqalari juda kelishgan ekan. Orqa so'rulari. Tuyoqlari sog'lom, yeb ichishi? Yeb ichishi hamma tomoni sog'lom. O'g'on odam bu endi o'ziga moslab tarbiyasini qilaveradi-da. Yuvoshligi yuvosh. Yuvosh, ha. Menga bo'lganmi yo'qmi? Yo'q. Menga bo'lmagan, ha? Menga bo'lgan yo'q. Xudo xolasa olgan odam o'zlari qilib oladi sekin. O'zlari, ha, xohlagandek o'rgatib oladi-da. Yosh bolalar qarasa bo'ladi. Silab o'rgatadi, ha. Yosh bolalarga. Yomon qiliqlari yo'qmi? Yo'q, undaqangi bir boshqacha xarakteri yo'q. To'y kubi hech narsani bilmaydi. Faqat shu tarbiya qilish kerak sekin. Ha, shu tarbiya qilib oladi-da. Bitta yurg'izib ko'rsating. Men ham bu yana bitta arqani o'qiyapman. Hozirgina qoqib o'tgan ekanda. Mana kelishgan toy ekan. Mashalloh. Oldimga to'p haydab o'rayim. Juda kelishgan toy ekan, lekin toyingiz ko'z tegmasin. Tuyoqlari sog'lom, oyoqlari? Ha, hamma joyi soppa-sop. Hech qanday nuqsoni yo'q. Boshqacha bir narsasi yo'q. Ular narxini, xudo xolasa buni necha qilib berasiz? Yengilroq qilib berasizmi? Endi o'shanday aytaveramiz, so'rab olaveradi-da, endi bilmasak endi. Necha pul? Ha, bozorda. Necha pul qilib berasiz? 3000 dan aytayapsiz-ku, hammasini ham. $3000 kami bor. O'tgan safargi toyingiz nima bo'ldi aytgancha? To'riq. Shuni 3000 ga sotdim-da o'sha. $3000 ga sotib oldim. Aytayapman, ha. Endi bundan endi sal boshqacharoqdiki, endi o'shani 3000 ga sotdim. Aha. Endi mayli, buni endi sal pichib bulardan o'tib beramiz deyapman-da o'shani. Lekin bu ham zo'r. Ha, bular ham zo'r, bari. Bu o'zimning dehqonchiligimda bu bir mahalladan boshqa akamizdan olganman. Buni ham biyalarning ichida har yili to'ylarni sotadi, yoqqan-yoqqanini ajratib olib qolaman-da. Ota-onasi ishonchli. Ha, iya. Bu endi ko'zimga yoqqan chiroyli to'ylarni olib qoluvdim. Xudo xolasa kelajagi bor, to'g'rimi? Tarbiyalasa. Ha. Kelajak mana endi. Mana do'stlar ko'ringlar. Xudo xolasa narxi $3000 ga kelishtirib berar ekan, lekin juda kelishgan to'y ekan mana shu. Keyingi yil bahorda bitta ko'kka chiqsa, boshqacha bo'lib ketadi-da bu. Bitta ketadi, ha. Bu yilmini silab sipalab amalga o'rgatib olsa, keyingi yildan bemalol minaveradi to'ylar. Kelishgan to'y ekan. Narxi $3000, yoshi 1,5 yashar, qora bayir zotli toyimiz. Dilshodjondan narxini kelishtirib beradi. Dastavkalarni ham kelishib olasizlar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib so'raysizlar. Qolgan ma'lumotlar bo'lsa o'ziga telefon qilib biz aytmagan ma'lumotlarni o'zlaridan so'rab olishlari mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat sizga.